San chist kesaksan. Emas, bugun meni kesak yeygan kunim desa ham bo'ladi. Qaranglar, Buxoroda Toshkentga nisbatan deyman, Buxoro shaharga nisbatan tumanlarda ancha salqin. Masalan, Andijonda son, ancha salqinroqda. Ertalab Buxoro bo'lib keldim, shunaqa issiq. Bu yer salqin. Lekin может daraxt ko'pligi uchunmi, bilmayman. Bu yer ancha salqin, u yer ancha issiq. Qizlar yozibsa, qanaqa kesak yeysiz deb. Unaqa devordan qilib bo'lingan kesak yemayman. Buni ham Jondur ana yangi bozorda sotadi-ku. Tamam, lekin biramzor. Ishonmaysan, men qimmat shokolad yeb bunchalik mazza qilmayman. Ishonmaysan. Menga o'zi shokolad yoqmaydi. Pichoni yeyishim mumkin, u ham bo'lsa mevali. Shokoladni umuman yoqtirmayman, kofeni umuman yoqtirmayman. Yozda ichishda. Qishda haybolim bunayroq. Marujnini-ku в общем. Menga ko'p kofega taklif, marujnaga taklif bo'ladi. Детский понятие takliflar deb hisoblayman unaqa gaplarni. Umuman yoqmaydi. Menga steakmi, sushimi, shunaqa go'sht mahsulotlarini yeyishga taklif qilsa, oshmi. Anda o'ylab ko'rsa bo'ladi. To'g'rimi qizlar? Qaranglar. Muzaffar, qarasizlar ko'ryapsizmi? Muzaffarning bitta zo'r odati bor. Luboy ana joyda chiroyli mayda shunaqa gulchalar bo'ladi-ku, sarig'i, oqi, shunaqa ranglisi menga yoki nanamga olib keladi. Shunday bizga gul berishni yaxshi ko'radi. Men bir umr shunaqa gul berishni yaxshi ko'radigan erim yoki yigitim bo'lishini xohlardim-da, lekin o'g'lim shunaqa bo'ldi.